qizim, o'tir. Ha. Menga qara qizim. Mana endi Fotihan ham o'tdi bolam. Yaqinda to'y arafasida turibmiz. Men nasihatlarim bor qizim senga. Mana endi tushayotgan joyingda Xudo xolisa etganligini qilib, o'shalarni izmida bo'lib, yaxshi ibratli kelin bo'lishingni Allohdan so'rab qolaman. O'shalarni xizmatini qilsang, menga rahmat eshittirasan. Xo'jayin ham xursand bo'ladi. Qaynona qaynotangni doim xizmatini qilgan, yaxshi ovqatlar pishirib bergan. Voy, men erkatoyman, uyimga sal bir to'polon bo'lsa, uyimga ketaveraman, onam quchoqlab meni kutib oladi deb hech o'ylamagan. Bo'ldi, chiziqdan chiqqan qiz chig'iriqdan tashqari bo'ladi. Shu uyingda nima bo'lsa ekan sabr bilan kun kechirasan qizim. To'polon qilmay, jahl qilmay, ering bilan urushmasdan, behurmat qilmay o'sha oilani etgan degan bo'lishini xohlayman qizim. Meni qizim bo'lsang, men aytganlarim quloqingda tursin. Xo'p bo'ladi oyijon. O'sha bir pasda hali to'y bo'lmasdan o'zingizdan nari qilaveryapsizmi meni? Bolam, bu meni aytgan gapim, eng erkatoy qizim bo'lsang, eng yaxshi ko'rgan qizim, farzandim bo'lganing uchun ham seni chiroyli gaplar bilan uzatmoqchiman. Adila ham shuncha seni tarbiyalab, yaxshi joylarga kelin bo'ladi qizim deb tarbiyaladilar. Ertaga borgan joyingda ilmlaring bilan, aqling bilan o'sha oilada yaxshi manfaat ko'rsatib, voy bu kimni qizi ekan, kim tarbiya bergan ekan deyishligini xohlayman. Adilani yuzlarini hech qachon qizim yerga qaratmagan. Sizlar uchun qancha mehnat qilib, sizlarni qancha ilmli qildilar qizim. Shu ikkala quloqingda ham tursin. Eng yaxshi qizim, erkatoy qizim o'zingsan.